Bu qiz Muslima Toshtemirova. U Kitob tumanining Olis tog'li Aspado'xtar qishlog'ida yashaydi. Assalomu alaykum. Muslima Nazmonimi? Sinfxonada o'qituvchi va o'quvchi. Odatda bunday manzarani ko'rib o'rganmaganimiz uchunmi bundan biroz hayratga ham tushdik. Muslimaning so'zlariga ko'ra 10-sinfga qadar ular 2 nafar bo'lgan. Dugonasi boshqa maktabga o'tib ketgach, sinfda u yagona o'quvchi bo'lib qolgan. Albatta og'irlik tomonlari ham bor, chunki bir o'zing bo'lish bu zerikarli. Dinobola qishlog'idagi 60-umumta'lim maktabining Aspado'xtardagi filiali orasidagi masofa salkam 8 kilometr. Qishloq kichik bo'lgani bois o'quvchilar soni ham kam, ammo o'qituvchilar uchun bu ahamiyatsiz. Har kuni 10-15 nafar o'qituvchi shuncha yo'l bosib maktabga qatnaydi. Shu filialimizga 3 nafar bitiruvchi bor, 2 nafari qiz, 1 nafar o'g'il bor. Aspado'xtar filialimizni aytmoqchi bo'lsak, bu yerga 1 nafar o'quvchi bitiruvchi hisoblanadi. Har kuni 4 nafar, 5 nafar o'qituvchilar kelib, o'zini mutaxassisligi bo'yicha Toshtemirova Muslimaga sifatli ta'lim berib kelmoqda. Yanvar oyi bolalar qishki ta'tildan so'ng maktabga qaytishgan. Dinobola qishlog'idan Aspado'xtarga borayotgan o'qituvchilarga ergashib, qishloq tomon yo'lga chiqdik. Endi qiyinchilik bo'lsa, bu bizning vazifamiz, mas'uliyatimiz. Manzilga yetganimizda qo'ng'iroq chalinishiga oz fursat qolgandi. Eski tanishimiz Muslimani yo'lda uchratar ekanmiz, u odatdagidek maktabga oshiqardi. Qishloq butunlay qorga burkangan. Qanday darsga kelib ketish, muammo bo'lmay o'qituvchilar kelyaptimi shu anonda? Ha, o'qituvchilar ham kelyapti, biz ham kelyapmiz. Qiyinchilik yo'q. Oppoq qorga burkangan qishloq sokinligida maktab o'quvchilarining shovqini buzib turganini aytmaganda boshqa ortiqcha sas yo'q. Katta sinfxonada Muslima ta'lim olishda davom etmoqda. Yanvar. Uning orzusi shifokor bo'lish. Shu maqsadda sinfda yagona o'quvchi bo'lsa-da, astoydil o'qimoqda. Ustozlarning har bir sabog'ini qunt bilan o'rganmoqda. Maqsadim shuki, shifokor bo'lmoqchiman. Ustozlarimiz shuncha masofaga qaramasdan kelishlariga men dars qoldirishga uyalaman. Va nihoyat tog'larda qorlar erib, atrof yashillikka burkandi. O'quvchilar orzu qilgan ta'til kunlari boshlanishiga sanoqli daqiqalar qolgan. Bizga anchagina qadrdon bo'lib qolgan qahramonimizni xushnud kayfiyatda uchratdik. Oliygohlarga kirib, o'qib, xalqim, vatanim, prezidentimga sidqidildan xizmat qilishga va'da beraman. Maqsadim shifokor bo'lish edi. Shu maqsadda birinchi qadamni tashlayman. Darslarda yolg'iz qatnashishga o'rganib qolgan Muslima so'nggi qo'ng'iroqda ham maktabning yolg'iz bitiruvchisi sifatida e'tirof etildi. O'sha domlalarning sa'y harakati bilan o'sha to'laqonli endi bir ma'lumot olish uchun, shu darsni olish uchun harakat qilish domlalarni o'qishga borib, topshirib, xudo xohlasa o'qiydi endi. Qishlog'idagi ehtiyojdan kelib chiqib shifokor bo'lishni maqsad qilgan Muslima uchun katta hayotga qadam tashlandi. Uning orzulari amalga oshishini esa biz ham chin dildan istadik.